2014-yilda Habib Nurmagomedov Conor Makgregorni ashaddiy muxlislaridan biri bo'lgan. U hatto Makgregorni telefonida videoga olgan va keyin u bilan birgalikda suratga tushgan. Ammo oradan atigi 4 yil o'tib, ular o'zaro haqiqiy dushmanga aylanishdi. Yuzma-yuz kelganda hatto urushib ketishardi. Jang boshlanishi bilanoq Makgregor chempionga bosim o'tkaza boshladi, ammo Nurmagomedov uning uslubida o'ynashni xohlamadi. U darhol oyoqqa hujum qildi va irlandiyalikni yerga yiqitdi. Shundan keyin qiziq qismi boshlandi. Conor Habibni zarba kuchini kamsitgan edi va o'zini haddan ziyod erkin his qilardi. Natijada u butun internet bo'ylab tarqalgan o'sha overhandni qabul qilib oldi. Bu epik zarbadan keyin Habib rejasidan chiqib ketdi va Conor bilan ochiqchasiga solo-sologa kirishdi. Irlandiyalik ko'proq aniq zarbalar bera boshladi va 3-raundni o'z hisobiga o'zib qo'ydi. Ammo Habib yana o'z uslubiga qaytdi. Yana oyoqqa kirdi va bu safar raqibni yanada kuchliroq tarzda yerga yiqitdi. Do'stlar, kanalimizda Habibning muxlislari bormi? Yozib qoldiring.